Ushbu ko'rsatish olmoshlari juda bir-biriga o'xshash. Doim chalkashtirib qo'yadi, to'g'rimi? Keling, sizga hozir 40 sekund ichida buni oson o'rgatib qo'yaman. Qarang. This va z birlik uchun, ya'ni this bu deb tarjima qilinadi, yaqindagi bitta narsa uchun. Z anavi deb tarjima qilinadi, uzoqdagi bitta narsa uchun ishlatasiz. This va those'lar bu ikkalasining ko'pligi, ya'ni this bular deb tarjima qilasiz, yaqindagi ko'p narsalar uchun ishlatasiz. Keyingisi those anavilar deb tarjima qilasiz, uzoqdagi ko'pligi uchun ishlatasiz. Keling, misol uchun bir ko'rib chiqamiz. Mana misol uchun qo'limda ruchka turibdi hozir. Qo'limda va yonimda birlikda turibdi. This is a pen deyman buni. Endi men bu ruchkani uzoqroqqa qo'yib, uzoqroqdan turib gapirsam, that is a pen bo'ladi. Ya'ni uzoqda birlikda. Endi bu ruchka ko'payib qoldi. Qo'limda turibdi, lekin ikkita bo'lib qolgan ko'plik. Bu these are pens bo'ladi. Qo'limda, lekin yonimda, lekin ko'plik. Endi bular uzoqroqda bo'lsa, ko'plik ikkita ruchka turibdi uzoqda, those are pens bo'ladi. Ushbu ko'rsatish olmoshlarini vaqtga nisbatan ham ishlatsa bo'ladi. Agar bilsangiz, vaqtga nisbatan ishlatilishini misollarda kommentda yozib keting. Va profilimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ingliz tilida 40 sekund ichida qisqa qoidalarni aniq va lo'nda dehqoncha usulda tushuntirib boraman.